Yana bir bor assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun ikkinchi traktorimiz egalari mana Fozil aka, operatorlari Farhod aka. Fozil aka, tabriklayman, yaxshi kunlaringizga nasib qilsin. Endi o'zingiz haqida ozgina fermerlarimizga tanishtirib yuboring. Men Sirdaryo viloyat Sirdaryo tumanida Sizoat Nayberlar fermer xo'jaligi rahbariman. Fermer xo'jaligimizga mana shunaqa og'ir texnika kerak edi. O'sha hosildorlik, samaradorlikni yanada ko'tarish uchun kecha pul chiqardim 100% to'lab, mana bugun olib ketyapman. Xudoga shukr. Dastavkasi ichida olib borib berishyapti. Ertaga-ertalab operatorlar kelib yana o'rgatadi. Qolgan tushunmagan joylarimizni otaliq olgan garantiyasi bor. Biz xursandmiz texnikadan, operatorman xursand. Ayni muddao bo'ldi biz fermer xo'jaligimizga. Fozil aka, yaxshi kunlaringizga buyursin. Rahmat. Bizni kompaniyani texnikasini tanlaganingiz uchun sizlar uchun katta rahmat. Yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Xudo xolasa mana kombaynlarimiz ham tayyor turibdi. Behijolat murojaat qilishingiz mumkin. Demak, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, 1 milliard 970 million so'mdan sotuvda bor traktorlarimiz. Marhamat, murojaat qiling. Hozir mana bundan oldingi demak videomizda aytib o'tdik, birinchisini demak Jizzaxga chiqarib oldik. Bunisi endi Xudo xolasa Sirdaryo Baxtdagi fermer akamiz Fozil akaga mana Farhod aka operator ikkovlari olib ketishyapti. Boya aytganlaridek dastavkasi ichida qilib beramiz akalarga. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin Fozil aka. Rahmat, xush kelibsizlar. Xaridinglar xayrli bo'lsin deymiz.